Bolasi aytishligi ko'p deydi, aytishlik, aytib kelishadi. Mehnat bilan bog'liq joyi bor. Oylik shart bo'yicha ko'plab chunki 25-dekabrdan boshlab dekabr bo'yicha qonunimizda bitta oy farq bor. Chunki korxonada dekabr oyi hali yopmagan bo'ladi. Oylik shart bo'yicha. Berilgan-ku har bitta ya'ni o'sha mana bitta balo olish kerak bo'lgan muhandislarni o'zi. Muhandis emas, o'sha mutaxassislar. O'sha mutaxassislaringizdan bo'lish kerak. Har bittasidan bo'lish kerak. Ilova qolganimizdan tashqari eng kam oylik ish qilingan ketmasligi. Masalan, 1.125 ming bo'ladi bo'lsa, agar 1.125 mingdan kam bo'ladigan bo'lsa, buni ish sifatini olmaydi. Programma o'zi avtomatik shu narsani belgilaydi. Tekshirib qo'ydi. O'zi belgilaydi. O'zi belgilab shu qildi. Keyin o'tkazganingizni ta'siriga nisbatan ham baribir mana bitta texnikalar belgilanadi boshqacha inovatga olinadi. Yo'l qurilishida boshqacha, uning qurilishida boshqacha. Shuni hisobiga tushadi ba'zi. Lekin bu degani avtomatik shaffof qurilishni o'zi tushadi degan emas-ku. Naqddan siz 9.1 bo'lsa ham уже andasiz. 3 ta bo'lasiz, уже keyin agar 20 ga o'tganingizda уже sizga qarab ketaveradi shu tartibda.